أحاديث في مكارم الأخلاق الحياء والصدق وغيرها. Hayo, sodiqlik va boshqa karamli xulqlar haqidagi hadislar. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه الحاكم والطبراني في المعجم الكبير. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: Alloh azza va jalla karamlidir. Karamni va yuksak axloqni xush ko'radi. Bema'ni xulqlarni yomon ko'radi dedilar. Hokim va Tabaroni al-Mu'jam al-Kabirda rivoyat qilishgan.